otalar bor bo'lsinlar. Chunki inson uchun mendan oldinroqda yursin, mendan zo'r bo'lgin deb ayta oladigan inson faqat ota ekan. Aka-ukangiz ham aytadi, zo'r bo'lay, yonimda ukam bo'lsin deydi-da. Faqat oldinga intilishni, oldinda ko'rishni xohlaydigan inson ota. Yursin deb toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Yursin deb toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yelgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yurgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. O'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyor bo'lganda hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor. Yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyor bo'lganda hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor. Yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan. Yutug'im ko'rsagar biram yayragan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan. Yutug'im ko'rsagar biram yayragan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. O'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. O'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Albatta so'zlari juda ham ma'noli.
yuraklarga yetib boradi. Albatta yurakdan chiqqan so'zlar yuraklarga yetib boradi. Bitta savol bermoqchiman-da, mana qarsakni menga emas, dadamga chaling. Bu qo'shig'i ma'lum bir muddat sir tutilgan deyapsiz. Juda ko'p ijodkorlarda shunaqangi holat bo'lganki, qaysi qo'shiqni ijro qilishdan avval uni haqiqiy muallifi ko'rinmagan va o'sha tomonda muallifi kim deb so'ralganda juda ko'pchilik ijodkorlar chiqqanda, bu qo'shiqni asl muallifi menman, bu qo'shiqni asl muallifi menman deb juda ko'p ijodkorlar chiqishgan holat ham bo'lgan. Shunaqa mojarolar ham bo'lganda, shu qo'shiq ustidan shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Bo'lgan shunaqa. Bo'lganki, o'sha zahoti qo'shiqda aytganini bizni qo'shiqda aytgandan keyin biz murojaat qilganimizda uzr so'ragan. Shu holatda shoirga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Qo'shiqni Nizom akamga sotganman, pulini berib olganmiz, to'g'risida endi. Biz ijro qilganimizdan keyin esa 1 yildan keyin ijro qilgan ular. Bizga muxlis bo'lgan, u qo'shiqni yaxshi ko'ramiz deb keyin ijro qilgandan keyin sahnaga chiqib, ana artist loyihasida chiqib meni qo'shig'im deb aytib o'rgan. O'shandan keyin o'sha bola aytib o'rgan. Keyin uzr so'radi. Uzr so'ragandan keyin yana bir ikki shunaqa qilgandan keyin butun vodiyga keyin eshitib yuradi vodiylar endi qo'shiqni. Ya'ni Bektemir Meliqo'ziyev mahallamdan Baksiyor. U bolaga atab o'sha hayotini klip qilib olganmiz. Demak, klipda Bektemir Meliqo'ziyev o'ynagan Baksiyor sportchimiz. O'sha qo'shiq yaralgandan keyin 6 oydan keyin olganmiz. O'sha kamera olib kelgan. O'shanda birga kutib olib, klip chiqarganimizdan keyin aytgan uni ustiga. Hamma narsa bo'lgandan keyin yo'q, chunki hozir mana vodiyda hamma biladi meni qo'shig'imligini. Mana shu qo'shiqni orqasidan asosan to'ylarga chiqamiz. Ha, yaxshi. Zo'r. O'shancha rahmat aytib qo'ymoqchiman shoirga. Ustoz, shoirlarda mardi shunaqa bo'lishi kerak edi. Qancha pul talab qilsa ham, bersa ham yo'q. Bu qo'shiqda akamga berganman deb turib olgan. Zo'r, mana kasbga xiyonat yo'q demak. Yo'q. O'ktam aka, albatta hozir aytdik, juda ko'p san'atkorlar bilan juda ko'p turli xil taronalarga siz she'rlar yozib bergansiz. Mana hozir menimcha 2 ta kitoblari bor. Ya'ni menimcha bu hozirmi yoki yana bormi? Yo'q, oxirgisi bundan oldin meni birov tanimaydi degan kitobim chiqqan. Ha. Bu ikkinchi kitobim, Onajonim kelmadingiz. Marhamat. Nomni qarang, meni birov tanimaydi. Nega shunday? Nega bunday nom? Bu o'sha 93-94-yillarda o'zim Qo'qonda aloqada ishlayman. Uyim bir 30 kilometrga yaqin, 25 kilometrcha uzoqda. Keyin o'sha yerda soat 5 da ishdan chiqamiz. 4:30 da oxirgi avtobus ketib bo'lgan bo'ladi. O'sha yerda ko'pchilik bo'lib, o'sha soat 5 da shahardan ishdan qaytadiganlar turamiz anchagina. Bu paytda mashinalar qaytadi. Qish kunlari bo'ladi, sovuq qolasiz, yozda issiq. Xullas kutib turardik. O'sha yerda keyin yozilgan bu she'r. Meni birov tanimaydi. Keyinroq Tohir Mahkam bilan ko'rishgan paytimizda keyin uni hayotiy holatga, hayotiy voqea qilib to'g'rirog'i yo'l uchun yozilgan narsani keyin hayotga burganmiz. Xullas o'sha faqat eski she'r endi. Marhamat. Ijro qilish kerak. O'taverar mashinalar, yo'ldan ulov arimaydi. Hamma mendan bezganmi yo meni birov tanimaydi. Biri deydi yukim ko'proq, biri deydi kechir o'rtoq. Tanisang bas o'zing Alloh meni birov tanimaydi. Biri deydi ozdir moyim, birin yonida guloyim. Jilmayib o'tar muloyim meni birov tanimaydi. Onam ostonada toldi, quyosh ham ko'zdan yo'qoldi. Uyda ovqat sovuq qoldi. Meni birov tanimaydi. Ko'z o'ngimga kelar o'g'lim, uyqusirab poylar yo'lim, kechir o'g'lim, meni birov tanimaydi. Shivirlaydi baqaterak, tanishlardan yo'qdir darak. Quruq shoir kimga kerak, meni birov tanimaydi. Tunning ko'zi ko'rdir o'ktam, sen hammadan zo'rdir o'ktam. Peshonang sho'rdir o'ktam, seni birov tanimaydi. Ajoyib. Haqiqatan ma'nosi albatta chuqur ma'noga ega she'r ekan. Falsafiy. Keyinroq o'sha oqar suvday o'tar umr, bilimdan g'am arimaydi. Boy do'stlarim yuzim bular, meni birov tanimaydi. Shunaqa o'zgartirganmiz. O'ktam aka, juda ko'proq qaysi mavzuda she'r yozishga murojaat qilasiz?
masalan sevgi muhabbatmi, ota-onami, do'stlikmi, xiyonatmi bar bo'ladi-yu. O'sha mavzuda she'r yozsangiz, qaysidir ma'noda ko'nglingiz to'ladi, to'lqinlanasiz. Qaysi mavzu o'sha? Baribir shoirlarda o'sha o'zi sevgan mavzu bo'ladi. Mazza qilib yozadigan Qarangda, she'r. muvozanatda turgan odam she'r yozmaydi. Ha, albatta. Muvozanatdan chiqishingiz kerak. Muvozanatdan ko'p chiqiladi. Shunday yoziladi. Yo o'ta xafa bo'lish kerak, yo juda ham xursand bo'lish kerak. Nimanidir O'rtada bo'lmaslik kerak. O'rtada muvozanatda bo'lmaydi. Ota, ona to'g'risida juda ham ko'p o'qiganman, qasidalar, monologlar o'qiganman. She'rlar yozganman. O'sha onajonim kelmadingiz, mashhur she'r bor, qo'shiq bor. Mana 30 yildan beri har joyga Tohirbek mahkam ijro qilgan. Har joyga borilsa albatta ijro qilinadi. Odamlar yaxshi ko'radi. Ana shunaqa haqiqiy tug'iladigan haqiqiy she'r boshqacha tug'iladi. Hech qachon aytaylik o'sha kimnidir iltimosiga binoan yozib berilgan she'r u haqiqiy tug'ilgan she'rdaqa bo'lmaydi. So'zlar o'xshashi mumkin, o'qisangiz birdek bo'lishi mumkin. Lekin qalbdan yozilgan, o'zi Xudo ilhom berib yozilgan narsa juda ham kuchli ta'sir kuchiga ega. Yaxshi, yana bir savol bor. Shoirning ko'ngli tez og'riydimi yoki tez tuzaladimi? Juda ham tez og'riydi. Darrov xafa bo'lib qolaman. 60 ga kirdim. Hali ham yosh boladek xafa bo'laman. Tushunasizmi? Yaxshiroq so'rashmagan odamdan xafa bo'lib qolaman. Bu qattiq gapni qo'ying, ozgina bee'tibor qolsa ham dilim og'rib qoladi. Endi buni bildirmaslikka harakat qilamiz. Endi lekin to'g'ri. O'tkir Hoshimovning bir daftar hoshiyasida bitiklarda bir chiroyli jumla bor edi. Bir inson boradi-da, shu shoirni she'rini o'qib ta'sirlandim, juda kuchli ta'sirlandim desa, demak, bu shoir bu she'rni ta'sirlanib yozgan. ha, ta'sirlanib yozmagan bo'lsa, sen ta'sirlamagan bo'larding haqiqatan. Aka yana bir sizdan ajoyib she'r eshitsak, albatta bugun juda ko'p she'rlarni tayyorlab kelganlar O'ktam aka. endi jiddiyroq mavzu o'qib beraman. Jiddiy mavzularning ichida eng jiddiysi muhabbat bo'lsa kerak. Muhabbat. Albatta. Yo aytadi-yu, o'g'lim shoir bo'lmoqchi, yaxshi shoir bo'lish uchun nima qilay desa, agar yaxshi ko'rgan qizini olib berma. Yaxshi ko'rgan qizini olib bermasang, yaxshi shoir bo'ladi. To'g'rimi shu gap? Hayot kaltaklari. Birinchi muhabbatdan qanaqa bo'lgan? Birinchi muhabbat bo'ladi. Shoir bo'lishga juda ko'p shoir. Uylanganmisiz? Yo'q. Yo'q, juda ko'p shoirlarni shoir bo'lishiga sababchi shu birinchi muhabbati unga vafo qilmaganligi, uni tanlamaganligi sabab bo'lar ekanda, sizni baribir sabab bo'ladi-yu, she'r yozishga bir ta'sir ushlaydigan. Agar sizni yoshingizda holatimni ko'rganingizda, nima deydi, sevgisi qabul bo'lmagan odam deb aytmagan bo'lardingiz. Chunki sochlarim siznikidan ham o'sgan. Haqiqatan. Rasmni jo'natib beraman. Bo'ldi, men qo'yaman. Bitta she'r o'qib beray. She'rni eshitamiz. Marhamat. Egilib mag'rur qaddim, otdan tushsa omadim. Unutma muhabbatim, meni doim eslab yur. Sevdim gul yuzni degan dilga jabr ko'p ekan. Chap ko'ksim to'la tikan, meni doim eslab yur. Baxtni olisdan kutdim, orzulariga gul tutdim. Goho seni unutdim, meni doim eslab yur. Gulbog' edi ko'nglimiz, xushroq edi ko'nglimiz, begonamiz endi biz, meni doim eslab yur. Ko'nglim kuz, o'zim xazon, ishq uvol tole yolg'on, ko'rishmasak qadrdon, meni doim eslab yur. Egilib mag'rur qaddim, otdan tushsa omadim. Unutma muhabbatim, meni doim eslab yur. Rahmat. Bu she'rdan keyin aniq eslaydilar. Bu she'rdan keyin aniq eslaydilar. Bu she'rni menimcha Tohir Mahkamov qo'shiq qilganlar, albatta juda chiroyli chiqqan. Eshitganmisizlar? Juda chiroyli qo'shiq chiqqan. Xudo xolasa. Albatta savol bermoqchiman O'ktam aka, sizga yana juda ko'p shoirlarni
studiyamizga taklif etamiz, ko'rsatuvimizga ular bilan suhbatlashamiz. Haqiqatdan ham sevgi, muhabbat, ota-ona mavzusida she'r yozadigan shoirlarimiz juda ham ko'p, lekin jamiyatimizdagi ba'zi muammolarni she'riy misralarga soladigan shoirlar kamda. Sizni mana shunaqangi ijodingiz davomida jamiyatimizdagi ba'zi bir muammolarni she'r qilgan paytingiz ham bo'lganmi? Bo'ladi. Faqat men bir narsaga amal qilaman. Aqlim yetgan joyigacha gapiraman. Kitob to'g'risida gapirmoqchi bo'lsangiz, unga o'sha yetgan, o'zingiz yetgan joyingizgacha-da u aqllilik qilish noto'g'ri ish bo'lib qoladi. To'g'ri. Endi jamiyat ta'siri, jamiyat albatta ta'sir qiladi. Goh yaxshilik bilan, goh ilojsiz. Bir kuni bir joyga bordimda, ota bilan o'g'il urushyapti. Ko'rib, ichim orqaga tortib ketdi. Chiqib ketib, yo'lda aytyapman, agar shunaqa oilada tug'ilgan bo'lganimda shunaqa bola bo'larmidim. Bir she'r yozdim yo'lda keyin. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim. Eng yangi nusxadan mashina minib ko'nglimga ne kelsa shuni qilardim. Ehtimol boylarday boylarga boqib, kambag'al g'aribni ko'ksin tilardim. Koshona hovlida kerilib yurib, qo'shnimni holidan mag'rur kulardim. Mansabga alishar edim do'stimni, otamni eslamas edim ehtimol, turfaxil gullarga o'rnini berib kesilib ketardi otam ekkan tol. Onamga oldin zar libos kiydirib, so'ngida otardim tana toshini, yetimga bir burda qora non berib so'ng urib yorardim sho'rlik boshini. Mehr tilab kelgan shirin o'g'limni yuziga shapaloq tortardi qo'lim, dunyoni mehriga to'ydim, bas yesam yuz burib ketardi hattoki o'lim. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bunday balodan asragin Alloh, iymonim but qilgin, sabr bergin u shayton changalidan asragin yiroq. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bir qop balodan asragin. Juda zo'r. Hozir eshitib albatta ta'sirlanyapmiz. Teletomoshabinlarga ham sizni masalan yurakdan chiqqan so'zlaringiz albatta yetib boryapti. Yana bir men savol bermoqchiman bu savolda. Qaysidir ma'noda baribir insonni bir eslaydigan xotirasi bo'ladi. U xotira albatta bolalik. Bolalik. Feruza opa, sizda bolalik qanaqa bo'lgan? Va bolaligingizni eslab turasizmi? Albatta, bolaligi. Bolaligingizga masalan qaytadigan paytingizda ko'p savollar berishadi, baribir bolaligingizga qaytganingizda nima qilardingiz, nima qilgan bo'lardingiz? Baribir odam ichida turgan joyi bo'ladi-ku, baribir bolalikka qaytgisi keladi ham baribir. Bolalikka qaytsam nima qilardim? Bolalikka qaytsam o'zim bilardim. O'zim bilardim. Mana, baribir shoirning oldida tursangiz baribir borda. Endi sho'x bo'lganmiz, albatta ikkita ukam bo'lganligi uchun o'g'il boladaqa bo'lganman. O'rtoqlarim bilan maktabda urushardik. Birinchi korpus, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi korpus bo'lardi. Shu korpusga xatcha yozardik draka. To'rtinchi darsdan keyin draka. Darsdan keyin stadionda ko'rishamiz. Kimga kuchim yetsa shunga tashardim. Chiqib draka qilardik. Hozir o'sha o'rtog'im bilan Toshkentda o'rtoq qalin dugona biza. Zo'r, bitta qiziqarli savol beray, opa. Bilasizmi, sho'x bo'lganman bolaligimda deyapsiz-ku. Onalarning bir mashhur gapi bo'ladi-yu bolalikda. Odam bo'lmaysan. Sizga shunaqa deganlar. Meni eshitishimcha, Feruza opa yaxshi sigir sog'arkanlar. Ha. Shunaqa bir voqea bo'lgan ekan, men eshitib qoldim. Qanaqa bo'lgan o'sha voqeani bir teletomoshabinlarga Endi unda 8-sinf edim. Ayam chetga ketgan edilar. Endi pul ishlagan ketishardi-ku unda. O'shanda sigirimiz bo'lardi. O'tir sog' dedilar dadam. Men uni tepishini bilardim. Yo'q, qo'rqaman, tepadi desam ham o'tir dedilar. Necha marta aytdim, o'tir dedilar. Keyin o'tirdim, o'tirganim shunday sog'ganim bilaman. Bitta tepgan mashitimdan. Keldi-yu, tappi tagidan ikkita qon. Burnimdan qon oqishi. Shundan beri menga dadam sigir sog' demaydilar. Demak, hozir ham sog'laysiz. Yo'q. O'zi qo'rqardim sigirdan. Zo'r. Bolalik qanaqa o'tgan sizlar? Men bolaligim g'amgin o'tganda, shuning uchun g'amgin odamga aylanib qo'yaman. Yo'q, unaqa demang. Yo'q, sho'xliklar bo'ladi-yu. Bor narsa, o'sha nima deydi, tomdan tomga sakrab yurilgan el qatori.
o'sha bo'lgan. bir ustozimizni shunaqa ko'rsatuvga chaqirdi. Ha. O'sha kishi eslatishdi. Sochimni o'sha yoshligimdan to'kilib ketishini bilganman oldindan. Rosa o'stirib yurardim-da. Qaychi olib, qiyib ham, yana bunday qilsam, yig'ishtirsam, jo'y bilinmay qolardi. Uncha olib tashlangan edi. Nimaga shuncha shartmi degan deyman-da. Sochni o'stirib yurish. Shuni orqasidan har doim hamma o'qituvchilardan gap eshitardim. Gap eshitgan, soch o'stirganingizni. Soch o'stirgan. O'sha payt olganingizda hozir bunaqa bo'lmas edi. Balkim hozir. Mana aka endi zo'g'on sochlariga o'xshar. Aka sizda bolalik qanaqa o'tgan? О, у Как меня ваше детство, у меня все на улице прошло. Ko'chaga детство. Ko'chada bo'lgani, qaysi o'zi asli ko'pchilik bilmaydi. Stasaga Toshkentlik. Toshkentlik, Chilonzordan, to'g'rimi? Farxatskiy bozor. Farxatskiy bozorda. Tilla, Zolotoy перекресток. Bolalikda bir sho'xliklar bo'ladi-yu. Qanaqa sho'xliklar bo'lgan bolalikda sizda? Веселое было детство, что. Сейчас в такие игры не играют, в которые мы играли. Albatta, hozir unaqa o'yinlar o'ynashmaydi deyapti. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Bolaligingizda o'sha qaysi o'yinlar o'ynagansiz? Lanka tepa. Lanka bunaqa. Yo'q, men lekin bilmayman. Haligacha bilmayman o'sha o'yinni. Nega ko'rsatdingiz unda? Yo'q, endi men bilganman, mana bunaqa tepishlarni bilaman. Qanaqa bo'lgan u? Qo'rg'oshin qo'yiladi, qo'rg'oshin ikkita teshiladi, ana qo'yni junidan tikib qo'yiladi, sim bilan. Keyin uni kim ko'p tepari? Siz o'ynagansiz. Ha? Yaxshi deb olaverasiz. Ha? Kim ko'p tepari? Ha. Agar o'ynash xohlasangiz Surxondaryoga olib boraman biror kun. Nasib etsa. Siz opajon Buxorolikmisiz? Ha, Buxoroda bormi? Bor. Ha, bo'lma, Buxorodan borib qizik ko'raman masalan. Ana endi musiqiy tanaffus qilamiz. Yana bir musiqiy tanaffus qilamiz, marhamat. O'sha Zadruza degan qo'shiqlari bor. Do'stlarimiz uchun juda sho'x tarona. Hammani raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Stas Tashkentskidan. Marhamat. Hamma raqsga, marhamat. Словно птицы в небе наши годы пролетят, и в мгновение волос посидеет. Время юности уже нам не вернуть назад. Каждый из нас день за днем взрослеет. Как и с юных лет мы с вами до сих пор дружны, и в радость нам все вместе собираться. Дружеской любовью сердца наши полны, все чаще хочется нам повидаться. Дружеской любовью сердца наши полны, все чаще хочется нам повидаться. За друзей я в этот вечер поднимаю свой бокал. За друзей, за наше настроение. За каждого из вас я бы жизнь свою отдал, не задумавшись без капли сожаления. И пусть вас стороной обходят горе и беда, пусть в ваших семьях будет только счастье. А дружба наша длится уже многие года, она пройдет, поверьте, все ненастья. А дружба наша длится уже многие года, она пройдет, поверьте, все ненастья. Подкидывала много передряг, вместе пережить мы их старались. Были как один большой сжатый кулак, никто не смог рожать, как ни старались. Судьба нас разбросала всех по разным берегам, Италия, Нью-Йорк, Батуми, Питер. Как хочется увидеть всех вас за одним столом, за мир поднять и чарку дружбы выпить. Как хочется увидеть всех вас за одним столом, за мир поднять и чарку дружбы выпить. За друзей я в этот вечер поднимаю свой бокал. За друзей, за наше настроение. За каждого из вас я бы жизнь свою отдал, не задумавшись без капли сожаления. И пусть вас стороной обходят горе и беда, пусть в ваших семьях будет только счастье. А дружба
наша длится уже многие года. Она пройдет, поверьте, все ненастья. А дружба наша длится уже многие года. Она пройдет, поверьте, все ненастья. Zo'r. Albatta do'stlar uchun taqdim etilgan tarona edi. Zo'r. Albatta. Очень прекрасный muzika. Har bir shoir bir insonga atab baribir she'r yozadi. Bu inson albatta beixtiyor ona. O'ktam akani masalan baribir qalamlarda, bisotlarda bu mavzuda she'rlar bor. To'g'ri. Shuni o'yladim. O'ylab qarasam, onalar to'g'risida juda ko'p gapirgan ekan. Lekin otalar to'g'risida kam aytilgan ekanda, shu xatoni yodim borida to'g'rilab qo'yadigan mazmunda bir she'r yozdim. Shu she'rni o'qib beraydi, keyin onalarga atalgan alohida o'qigan.